22. Aytoldining o'g'li o'gdilmishki nasihati. Ko'ngil tilingni to'g'ri tut, Xudoga sig'in. Bexud bo'lma, atki ishingga hozirlan. Bilginki, har qanday yaxshilik, yomonlik Xudoning hukmidir. Xudoga ishon, uningga ibodat qil. Nima lozim bo'lsa uningdan tila. Bilginki, sana madad bo'ladigan uningdan boshqa kuch yo'q. Uning amri qandoq bo'lsa, uni qadrla. Tangri seni bugun va ati aziz qiladi. Yurish turishda to'g'ri bo'l, xatolik sodir qilma. Diling va tilingni kichik tut, cho'ng so'zlama. Men bir muncha yashadim, endi ketayotaman, o'ylan. Dunyo menga nima qildi? Buningga bir baq. Mal dunyo uchun o'zingni o'tqa atma. Boshqalarning meylini olma, zo'rlik qilma. Men to'plashni bildim-u, yeyishni bilmadim. Kunim o'kinish bilan o'tdi. Buning foydasi bo'lmadi. Melim sana qoldi. Bu menga bir yuk edi. Rohatda uni yetib ye, shodlik bilan huzurlan. Toplangan mal dunyolaringni tutishni bilsang, ikki dunyoda yuzingni yo'riq qiladi. Tutishni bilmasang, bir muncha mal bo'lsa-mu, sana yetishmaydi, oxiri yuzingni sarg'aytadi. To'g'ri bo'l, durust harakat qil. Shodlik, to'g'rilik ichida bo'ladi. To'g'ri mijozli kishi nima deydi? Angla. To'g'ri mijozli kishi har ikki dunyoga ega bo'ladi. Kishi kunlarining halovatlik o'tishini xohlasa, buning amalini to'g'rilikdan izlasin. Sen boy bo'lay desang, aniqki boylar o'z o'lishini to'g'rilikdan topgan. Buyuklikni va xalqqa bosh bo'lishni istasang, o'zing uchun to'g'rilik yo'lini och. İnsan xush muomala mijozi to'g'ri bo'lsa, ikki dunyoda kuni yo'riydi. Oy to'ldi, yana aytdi. O'g'lim, angla. Yaxshilik bilan o'zingni davzaqdan saqla. Doim yaxshilik qil, yomonlikdan yiroq bo'l. Shu chog'da mayli o'ltir, mayli tur, sana yaxshilik keladi. Yomon yo'ldoshga yaqinlashma, sana zarar keltiradi. Yomonlik e'londir, diqqat qil, seni chaqadi. Ikki yuzlik kishiga gapingni aytma. So'zing yeyilib ketadi, ham siring echilib qoladi. G'ayvatxo'r kishini o'yinga yo'latma. Ko'rib bilganlarni butun elga yoyidi. Sinigan, ishongan kishingni mahkam tut. Uningdan sana tuman ming lazzat tegadi. Hamma so'zni angla, lekin tezli ishinib ketma. Ko'ngildagi siringni ochma. Uni chin saqla, yo'shur. Kishilarga hasad qilma, ortiqcha yeb ishma. Bu ikki ishni qilg'uvchilar davomli dardga qoladi. Ayollarni bo'sh qo'yma. Ishkingni yetib yur. Erga har turli kelishmaslik ayollardan keladi. Yotlarni uyga yo'latma. Ayollarni sirtqa chiqarma. Aralashishdan avval kishilarni sina. Mijoz xulqingni xo'sh tut. Mal uchun qayg'urma. Mijoz xulqing yaxshi bo'lsa, mal dunyo o'zi keladi deb bil. Endi buningga o'xshaydigan mono so'zni angla. Bu so'zga amal qilib, uni o'zingga hamroh qil. Kishiga mal dunyo kerak emas, yaxshi xuy fe'l kerak. Shundoq kishi zarur bo'lganda hamma yaxshi narsalarga erisha oladi. Mal tovar yomonning nemasiga yaraydi? U qancha mal dunyo yig'simi, kambag'al bilan birdakdir. Uyatsiz kishidan qochib yiroq tur. Uyat hayoliq kishilarga mendan minglarcha olqish bo'lsin. Har qanday ishda oldirama, sabr qil, o'zingni tut. Savrchan kishilar orzusiga yetadi. Har qanday ishda bo'lmasin, mahorat ishlat.
mahorat ishlatsang baxt sana yuzlanadi. Tilingga hezib ol, ko'zingga ehtiyot qil. Gelingni pak saqla, oz va halol yegin. Xalq itoatsiz bo'lsa, uni bayqab yiroq tur. Avomning to'polongidan qochib, uningga qo'shilma. Ey qo'zam, yaxshilikdan boshqa maqsadda baglarning so'zini so'zlab yurma. Kishiga ziyonliq tilama, o'zingni ziyonsanma. Faqat yaxshilik qil. Havoyi havasdan o'zingni bos. Qandoq ishga kirishsang, oqibatiga ko'z yetkaz. Oqibati ko'rinmagan ish kishiga zahmat bo'ladi. Agar ochiqing kelsa, o'zingni tut, sabr qil. Savrlik kishining oqibati shodlik bo'g'isidir. Savr qilgan kishi nima deydi? Angla. Savr qilsa, kishi buzilgan ishni tuzatadi. Savr qilsa, kishi tilikiga yetadi. Savr bilan kutgan ovchi oqqu tutadi. Agar mushaqqat, g'am, qayg'u kelganda, kishi savr qilsa, yana qayt shodlik keladi. Gerçi davlat bezib uning eshiklari yopilsa-mu, kishi savr qilsa, yana barliq ishlari o'ngshiladi. Savr qilgan, savr qilmoq erning odatidir. Kishi savr qilsa, misoli ko'k chiqishqimi yo'l topalaydi. O'limingni unutma, doim tayyor tur, o'ylan. O'zingni unutma, aslingga nazar sol. Ko'pga qitilsang, so'zingga mahkam bo'l. Boshqalarning o'yida ko'zingga ehtiyot qil. Kirimga qarab, melingni chiqim qil. O'zingga loyiq bo'lmagan so'zlarni so'zlamagin. Tilingdan yolg'on so'zlarni chiqarma. Yolg'on so'zi bilan o'zini qadrsiz qiladi. Qarindosh va tuqqanlarga yaqinlik qil. Cho'ng'imi, kichikkimi, xushchiroy echib, so'yimlik bo'l. Kishilarga non tuzingni mo'l tut, yedirib ish kuzgin. Kishilarning aybini ko'rsang oshma, uni yoshirgin. Ibodatda g'ayratlik bo'l, Xudoga seg'in. Gunohdan yiroq tur, o'zingni o'yla. Davlatga erishsang mag'rurlanmagin. Qo'lingdan kelishcha yaxshilik qil, yomonlik qilma. Mol dunyoga go'l bo'lma. U yuz o'riydi, o'tib ketadi. Bu davlatga ishonma, u tezli qeriydi. Tiriklikka umid bog'lama, u tushdek o'tib ketadi. Turaqsiz baxtga mag'rurlanma, qushdek uchib ketadi. Hayotingni boshqa o'tkazma. Yaxshi ishlarni qil. O'tayotgan kunlarda o'zingga kerakligingni qilib ol. May ishma, fitna fasoddan qochib uningga qaytilma. Zino qilma. Fosiq, qora yuz otilib qolma. Bu ikki qiliqdan muborak baxt qochadi. U kishiga kambag'allikning yo'lini ochadi. Tajribali kishi nima deydi? Angla. Tajribali kishilar ishning yo'lini biladi. May ishma, zinoga yaqinlashma, hazar qil. Bu ikkisi yo'qsullik tonini kayg'isidi. May tufaylidan ming turlik gunohga jur'at qilasan. Zinodan baxt qochadi, yuzingni tushiradi. Oy to'ldi, so'zini birdam to'xtatdi. Yana dediki, o'g'lim, unutma. Bu sana keraklik so'zlardir. Ishansang, men hammani to'liq so'zladim. So'zimni esingda tutsang, doim xushal bo'lasan. Sana so'zlaganlarimning ismi vasiyatdir. Bu so'zlarni unutma. Ko'nglingga putgin.